yo'q. Agar yo'q men ketaman desangiz, men xohlasangiz Moskvaga ham yoki boshqa joyga ham gaplashib berishim mumkin, boshqa problemasi yo'q. Lekin bunaqaga hozir hali nima ehtiyoji yo'q. Hozirgi holatda men to'g'ri yo'lni tushuntiryapman, shu hozir preparatlar bilan davolab ko'ramiz. Agar mabodo preparatlar bilan imkoniyat bo'lmasa, ana undan keyin o'sha jarrohlik yo'q. Kardioxirurgda men sizga nima deydi, umuman bolangizni birinchi marta ko'ryapman. Mas'ullarga ham boshqalar ham sizga hech qanaqa nima deydi, moliyaviy tomondan hech qanaqa anaqa qilmasdan bolangizni yaxshi bo'lsin deb hammamizni sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan bular hammamizni birga yarashib shu immuniy bolalarga yordam berish uchun shu maqsad shu. O'shaning uchun bir-birimizni to'g'ri tushunishimiz kerak. Hozir yozib bergan dorilarni ichasiz, nomerimni ham yozib beraman. Nomerimni ham berishadi sizga. Yo'q, endi olaman. Bir oy orasida ham nimadir savollar bo'lsa, telefon qilib tursangiz ham hech qanaqa muammosi yo'q. Operatsiya bo'lsa ham faqat telefonimni olaman. Qolgan payt 24 soat telefonim yo'q. Bir oydan keyin xudo xohlasa bolangizni olib kelasiz, shu yerda ko'ramiz, o'z ko'rsatuvdan ko'ramiz. Agar dorilar siz o'ylaganingizga ta'sir qilayotgan bo'lsa, biz ham vaqtimiz.